Surxondaryo viloyatida prezidentimiz tashabbuslari bilan Geologiya vazirligini boshqarmasi tashkil qilingan. Oxirgi 2 yilda juda katta ishlar amalga oshirildi. Surxondaryo viloyatida xususan bugungi mana yig'ilishda biz Xo'jaykon tuzni o'zlashtirish tadbirkorimiz prezidentimizga o'zlari tushuntirib berdi qilayotgan ishlarini. Bizda Xo'jaykonda juda katta zaxira bor, potensial bor. Kaustik soda ishlab chiqarish va qolgan xlordan xlorid kislotalari va sanoatbop boshqa mahsulotlar ishlab chiqish bo'yicha ilmiy xodimlar bilan Termiz davlat universiteti, Termiz muhandislik agrotexnologiya universitetining olimlari bilan birga ishlayotganini tushuntirib berdi. Bizda $40 million loyihalar shakllantirilgan edi. Shu 10 kunda biz buni ichiga kirib, o'rganib, borib hamma imkoniyatlarimizni ko'rib chiqdik. Bugun to'g'risi $1 milliard 160 million loyiha shakllantirdik. Shu yilda o'zida $242 million o'zlashtirish imkoniyatimiz borligi ko'rindi. Bir so'z bilan aytganda bugun to'g'risi juda katta Surxondaryoda kaliy zaxiralarimiz bor Sherobod tumanida. Bunga ham mana kuni kecha prezidentimiz qaror imzolab berdi. Investor aniq bo'ldi. U kelib tez orada geologiya qidiruv ishlarini boshlaydi. Prezidentimiz bizga selektor yakuni bilan alohida topshiriq berdi. Hamma mas'ullar Surxondaryoga keladigan bo'ldi. Ya'ni ilm xodimlari Geologiya vazirligidan va ximiya sanoat korxonalaridan butun mas'ullar kelib, yangi Surxondaryo uchun maxsus qaror qabul qilinadi. Surxondaryo imkoniyatlaridan to'liq foydalanish va 3 yil ichida to'liq o'zlashtirish. 9 ta yo'nalishda ishlab, tadbirkorlarimizni hammalarini jamlab, ular bilan tez orada ishlab, Chirchiq shahrida bugun hozir topshiriq bo'ldi texnoparkda. Men boshchiligimda ilm xodimlari, investorlarimiz, tadbirkorlar bilan borib ko'rib kelib, yakuniy qaror tayyorlab prezidentimizga axborot beramiz.